Assalomu alaykum do'stlar, mana keyingi uстановкamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu joyga biz 3 ta Aqua Plus 6000 quattro profildan ramkalarimizni yasab berdik. 4 ta ko'zli qildik. Oynalari oq yo'di, busini profilni rangi zolotoy dub rangini yasab berdik. Saliv joylarini teshib berdik. Chiroyli qilib, mana ko'rishingiz mumkin. Uстановкаlar ochilish yopilishdan ko'rsataman. Ichkari tarafdan xo'p. Abishni ochiladigan bo'lgan oynani ko'rinishi oq yo'di, mana shu fasonda yasalgan 4 ko'zli bo'lib. Ochilish yopilishlarini ko'rib bemalol baho berishingiz mumkin. Har doimgidek havo suv teshiklar teshigini hozir unchalik ko'rmayapti. Mana shu ochilish yopilishlari chiroyli qilib, eshikni boshqa ustakalarimiz qo'yib ketgan ekan. Plastikda biz yasab shu eshikni tepasiga lazer bilan to'g'rilab qo'yib berdik. Ikkita eshik ramkamiz bu tarafda, mana xuddi shu ko'rinishda za Aqua Plus zolotoy dub rangidan yasaldi. Buni ham shu eshik tepasiga to'g'rilab lazer bilan chiroyli qilib qo'yib berdik. Ochilish yopilishlariga ko'rib bemalol baho berishingiz mumkin. Tashqari tarafini ko'rsatib o'taman. Hech qanaqa blazor yo'q. Nasibsiz shamol, hushtak degan narsalar bo'lsa bo'lmaydi. Penallarni ham chiroyli qilib urib berdik. Shunaqa aka. Mana ramkalarimiz. Agar kimdir shunaqa narsalarni ishki ramkalar zakaz bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib yasab berishimiz mumkin. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Aka, qanday bo'ldi? Yoqdimi sizga? Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.